e'tibor qiling, mana holat sizga ham tanish, qarang. Mana qarang. G'irtillab asabizni buzib yuboradimi? Yangi Cobalt, pashti yangi 25 ming yurgan, chala artyapti, g'irtillagan ovoz chiqib ketyapti. Hozir mana cho'tkani almashtirib, rezultatlarini ham bitta ko'rib chiqamiz. Anam chala artayotgani shundoq bilinib turibdi, bunaqa joylarni ham. Polni xato o'qigandan keyin men ko'rib qoldim demaymi? Laboyini ham suv sepdim, chala artyapti. 400 ga 600 lik tushadi. Kattasi 600, mana bu tomonda. Oson almashtirish, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Bu yog'i ham xuddi shunaqa. Hech qanaqa muammo joyi yo'q. Plastmassasini olib tashlaymiz buni ham. Ishlatib ko'ramiz, sinab ko'ramiz. Suv sepamiz. Gap yo'q. Ovozlari ham yo'qoldi. Artishlari ham lekin ancha aqllilashdi. Tinib artyapti. To'g'ri keldim, nera chiqib ertalabdan beri shug'ullaydi. Qarang, suv ursangiz ham oynaga, laboyga. Yomg'irda ham, yomg'ir quyayotganda ham shug'ulladi. G'irchilaveradi, mana shunaqa. Shu Carvel kompaniyasini Ireland brendidagi cho'tkalarni hozir men sinab ko'rdim. Sizlarga ham tavsiya qilyapmiz. Men o'sha har xil mashinaga ikkita uchtadan komplekt olib kelib qo'yaman, kimga kerak bo'lsa bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Lekin rostdan ham yaxshi chiqayotgan ekan. Gelevi o'sha Matizdan tortib to BYDgacha tushadigan nasatkalari bor ekan. Sizga ham bitta nasib qoladi. Srochna hozir. Pulingiz bormi?